jajjigina parakonveksion, ya'ni mana polni ko'rib turibsizlar, o'zi suv, svet, polni kompyuterlashtirilgan miyalari bilan bir listli parakonveksion pechimiz atigi sizlarga $350. Juda ham sutda 220 da ishlaydi. Undan keyingisi 2 qavatli 250 da 220 da ishlaydigan. Bularda ham polni kompyuterlashtirilgan versiyasi, suv sepish, sveti, tepa past, temperaturani o'zgartiradigan, undan tashqari taymerlari hamma yo'g'ini ko'rib turibsizlar, polni kontrol qilaverasizlar. Bunimizni atigi narxlarga $530 qilib beramiz. Juda ham zo'r narx. Bunaqa narxlar faqat vodiyuslarda xolos. Undan keyingi mana gigant opalarimiz juda ham sevimli bo'lgan eng professional konveksion pechlarimiz. Bizda buni 5 listligi, 8 listligi va 10 listliklari bor. Undan tashqari kichiklashtirilingan professional parakonveksion pechimiz ham 5 listligi bor. Xo'p, bunimizni 5 listligi, bunaqa modeldagi 5 listli parakonveksionimiz bor. Unimiz 220 ga ishlaydi. O'sha temperaturalari 300 gradus, polniy sveti, avtomatizatsiya, taymerlari, parsepshlari hammasi polni kompyuterlashtirilgan bo'ladi. Bunimizni 5 listliga narxini $1250 qilib beramiz. 8 listligini sizlarga $1790 qilib beramiz va 380 ga ishlaydigan 10 listli mana gigantlarimizni sizlarga $2000 qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r, eshiklari ham polni yopilardi. Aytib o'tib, 5 listiga 220 ga desa, 8 bilan 10 listiga 380 volt ishlaydi, ya'ni 3 fazaga. Undan keyingi mana jajji mikro kompyuterlashtirilgan konveksion pechimiz. Polni mana avtomatlashtirilgan kompyuter mexanizmli 5 ta list bilan har bir listlari 60 ga 40, ya'ni bu aytgan listlarimiz hammasi 60 ga 40 listlar bo'ladi, professionallar. Polni mana naborlarigacha hammasi shlankalarigacha beriladi. Bunimizni hozirgi kundagi narxi sizlarga atigi $820 qilib beramiz. Buni xolasalar 40 ga 40 listlari bor, uni maslahat bermaymiz, chunki unga list topishga ham muammo bo'ladi. Bu jicha pul qo'shib 60 ga 40, ya'ni ob'yem ham katta, pech ham katta bo'ladi, pulida hech qancha farq bo'lmaydi. $820. Bu pechimiz 220 ga ishlaydi. Undan keyingi mana eng oddiy tintoviy pechlarimiz va pizza pechlarimiz ham bor. Bir boshdan boshlaymiz mana. Oddiy Xitoyniki bo'lgan toshli. Ya'ni toshligi bo'ladi, toshsizi bo'ladi. Juda ham zo'r narx. $199 ga toshsizini qilib beramiz. $220 ga toshli, ya'ni toshda somsa, pizza, non, как tandirda pishadi. Shunaqa pechimiz $220 atigi. 220 da ishlaydi. Tepa tenti, past tenti va taymerlarigacha bemalol bor. Ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r. Undan keyingisi sal boshqa firmaniki. Buni ham toshliga toshsizi bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, toshli. Toshsizi bor bo'ladi. Faqat buni firmasida farqi bor. Bu qizil bo'lsa, u qoraroq bo'ladi. Buni ham narxini sizlarga bir xil qilib beramiz. $199 va $220 toshliga. Juda ham zo'r narx, 220 ga ishlaydi. Undan keyingi mana pizza pechlarimizga qo'shib o'tib ketaman. Xolasalar mana sizlarga ya'ni ko'mirda pishiradigan yoki taxta kichkina granulada pishiradigan pizza pechimiz. Juda ham oddiy, juda ham zo'r. Ya'ni misol sizlar yangilik qilmoqchi bo'lsalar, restoranlaringga bemalol olib sinab ko'rishlaringiz mumkin. Narxi juda ham qiziq, $170. Undan keyingisi tandir pechimiz deymiz. Bular hammasi toshli bo'ladi, ichi 40 ga 40 bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Gazligi, xolasalar gazli, xolasalar elektri bor. Bularimizni narxi atigi $199 va bunisi gazli bo'lsa, ko'rib turibsizlar, bitta knopka bilan bo'ladi. Orqasiga gazlanadi. Xolasanglar oqma gaz, xolasanglar propan. Elektronlisi bo'ladi. 220 ga ishlaydi, ko'rib turibsizlar. Polni va bitta pizza pech, bitta pizza, ikkita pizza bemalol tushaverar ekan. Ya'ni 2 qavat ko'rib turibsizlar. Juda ham bunimizni narxi $200 sizlarga mayli qilib beramiz. Men sizlarga aytib o'tdim, orada Farg'ona shahar, Polsha bozorini oldida O'zbek-Xitoy savdo uyi degan katta do'konimiz bor, bazamiz bor, ko'rib turibsizlar. Juda ham ko'p. Jamiki ishlaring uskunazarligi bizda nalichada bor va optim narxlarda. Undan keyingi mana gigant pechlarimiz. Bu pechlarda aytib o'tdik, ichlari 40 ga 40, bular esa 60 ga 40. Bundan tashqari mana katta professional pechimiz 600 bosim, 500 gradus tepa past ko'rib turibsizlar, monster va haqiqiy professional pizza pechimiz
ichi 60 ga 60 bo'ladi. Bir qavatlisi 220 ga ishlaydi, ikki qavatlisi 220 ishlayxona ham bor, 380 ishlayxona ham bor bizda. Xo'p, bir qavatligimizni hozirgi kundagi narxi sizlarga 450 dollar qilib beramiz. Ikki qavatlisini narxi sizlarga 740 dollar qilib beramiz. Nima deydi narxlar? Bunaqa narxlar faqat Vodiy Sunadi yoki O'zbek Xitoy savdo uyida. Undan keyingi mana boshlandi oddiy pechlarimiz, opalarimiz juda ham sevib sotib oladigan 2 listli. Har bir listni 60 ga 40, ichiga listlar bonus qilib qo'shib beramiz. Gradusi 400 graduslar bo'ladi. Temperatura и plus ichida svetlarigacha bo'ladi. 220 ga ishlaydi. Bu pechimiz hozirgi kunda sizlarga berayotganimiz 330 dollar. Вообще super narx. Undan keyingisi bunimizda gazlisi bor. 2 listli gazli listlarini qo'shib beramiz. 220 plus gaz, xolasan oqma gaz, xolasan propan. Unimizda narxi sizlarga 430 dollar. Va undan tashqari super yangilik gibrid pechlarimiz bor. Ya'ni bu nima qanaqa pech desalaring, ham elektr, ham gaz. Xohlasalar elektrlar bu o'chib qolsa gazga o'yinlar, gazdan bo'lmasa elektrga o'yinlar. 220 ga ishlaydi. Ikkita listli narxi sizlarga 540 dollar qilib beramiz. Juda ham super. Undan tashqari 3 listlarimiz bor mana. 3 listlarimizda xohlasalar qorasi bor, xohlasalar oqi bor, xohlasalar nejavika svetlisi bor. Elektrlari, ya'ni 3 listli degani o'sha 60 ga 40 listlardan 3 dona sig'adi. Listlarini bonus qilib qo'shib beramiz. O'sha graduslar bilan 400 gradusgacha tepasida ham alohida, pastida ham alohida, plus taymerlarigacha bor. 3 listli elektrimizni narxi sizlarga 430 dollar. Gazligini narxi 540 dollar qilib beramiz va gibridini narxini 690 qilib beramiz. Faqatgina Vodiy uskunalarida. Super. Aytgancha bularimiz hammasi 220 ga ishlaydi. 380 emas. Bemalol uyga borib ishlatsalar mumkin. Kilovatni ham aytib o'taman, esimdan chiqdi. 1 listlikda kilovati 3 kilovat, 2 listlikniki 6 kilovat, 3 listlikniki 809 kilovat hisoblanadi. Ya'ni 9 kilovat kabi. Bundan tashqari keyingi pechlarimiz hozir bitta nalichaga olib chiqib qo'ymaganmiz. 4 listli pechlarimiz ham bor. 220 ga ishlaydi. Xo'p, elektri 4 listli, ya'ni 2 qavat, 2 listdan 4 list bo'ladi. 4 listlikda narxi sizlarga 590 dollar. 4 listli elektr 690 dollar. Gazlisi va 890 dollar gibridi. Juda ham super narx. Undan keyingisi xolasalar 3 qavat, xolasalar 2 qavatli 6 listli pechlarimiz bor. Ya'ni kimgadir engrog'i zarur bo'lsa, engrog'ini oling, kimgadir eng sizi bo'yi baland bo'lsa, bo'yi balandini oling. Xo'p, bularimiz 380 ga ishlaydi. Kilovati, xo'p, 6 listrimiz kilovati 19 kilovat hisoblanadi. Ya'ni 1 soatga hammasini ishlatsalar 3 qavatda 19 kilovat yeydi. Bunimizda ham 6 ta list qo'shib beramiz. Xo'p, tepa past graduslari, bunda ham taymeri bo'ladi, svetlari bo'ladi, ko'rib turibsizlar, juda ham yaxshi. Aynalari shishadan bo'ladi. Bunimizning narxi super narx 850 dollar. Eslangda qolsin, 850 dollarga 6 listli pech beryapmiz. Gazligini hisoblaymiz. Gazligini sizlarga 1250 dollar. Ya'ni xolasalar 3 qavatli gazli olinglar, xolasalar 2 qavatli 6 listli olinglar. Narxini bir xil qilib beramiz. 1250 dollar gazli. Xo'p, gibridini aytamiz. Gibridi 1490 dollar. 6 listli gibridi bor, 3 fazaga ishlaydi. Xolasalar gaz, xolasalar elektr 1690 dollar. Xo'p, undan tashqari bizda 9 listli katta pechlarimiz bor. 25 kilovatli bo'ladi, 9 ta list sig'adi, 3 qavat bo'ladi. Unimizda hozirgi kundagi narxi sizlarga 1199 dollar. Super narxmi? Ichiga plus 9 ta listdan qo'shib beramiz. Gazligi bor sizlarga 1590 dollar va gibridi bor 1990 dollar. Вообще super narx. Undan tashqari sizlarga biznesni rivojlantirish uchun qo'shimcha xamir ko'pirtiradiganlarni bizda 5, 8, 13, 16, 32 listligacha bor. Bularimiz juda ham narxi zo'r. 199 dollar 5 list, 230 dollar 8 list. Xo'p, 16 listligi bor 290 dollar, 32 listlikda 3 xili bor. Xo'p, eng arzoni 500 dollar va ikkita qimmati bor 550 dollar. Ya'ni bular bittasini kompyuterlashtirilgan, bittasiniki faqat
materiallari qalinroq ishlangan va ko'rib turibsizlar, o'zi model boshqa umuman. Pastda nomerlar qoldiramiz. Kanalimizga like va pastga ayamanglar, tirsalatni bosib olsalaring, bizni shu ishlashimizga, keyingi qanaqa videolar qo'yishimizga rivoj qilsalaring kelgan bo'ladi. Manzilimizni aytib o'taman, Farg'ona shahar Polsha bozorining oldida. Keyingi videolarimizda qanaqa uskunani reklama qilishimizni xohlaysizlar, o'zingizga kelganini kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz albatta sizlarga eng zo'r afzallarni qilib beramiz. Sog' va salomat bo'ling. Yana bir bor like va podpiskani unutmanglar. Keyingi safar ko'rishguncha sog' va salomat bo'ling.